Nima uchun opa o'qituvchilar o'zini farzandiga kelganda vaqti yetmaydi? Zo'r savol. Har qanday insonni qiynaydigan savol bu. Bo'zchi belboqqa yolchimabdi deydi-yu. O'qituvchi onang matematik bo'lib turib yoki onang biolog bo'lib turib sen mana shu onangni fanini bilmaysanmi, o'rgatadigan fanini degan ko'pchilikda nima bo'ladida, o'qituvchilar savol beradi o'qituvchini farzandiga. O'qituvchilar o'zi jonkuyar, vijdoni uyg'ongan, fidoyi insonlar bo'ladi. U 30 ta bolaga yoki atrofidagi hamma o'quvchilariga ta'lim tarbiya berayotgan paytda u ishonadi o'zini farzandiga ham qayerdadir boshqa vijdoni uyg'ongan o'qituvchi dars berayotganiga. Va mana shu qarshimdagi 30 ta o'quvchiga men to'g'ri, yaxshi vaqt o'tsinga emas, qo'ng'iroq cholinguncha nimanidir gapirib chiqib ketib olaman emas, vijdonan dars o'tsa agar, Xudo uni ham farzandini xuddi ana shu 30 ta o'quvchi o'tirgan vijdonli o'qituvchini qarshisida o'tkazib qo'yadi. Shunga ishonadi. Men shunday qilaman. Bugun vay boshqa daraja. Anjan ritmga tush. Eskil anjan Assalomu alaykum, Anjoncha gap kuzatuvchilari. Bugun Anjoncha gap podkastida ilk bor pedagog, matematikani zamonaviy ko'rinishda yoritib kelayotgan Zulayho opa, tashrif uchun kattakon rahmat sizga. Chempion ekanmiz-da. Chempion qancha to'laydi endi menga reklamaga? Уже reklamalar chiqyaptimi sizga? Shunaqa takliflar bo'lib turadi. Instagramda. Avvalo assalomu alaykum. Salomatmisiz? Juda ham xursandman Anjoncha gap podkasti chiqayotganidan. Bizda ham bo'lishini xohlardim. Juda ham podkast qilish kerak. Anjonda qancha taniqli odamlar bor. degandim. Sizni podkastingizni ko'rib rosa ham xursand bo'ldim. Abdulaziz, tabriklayman. Bunaqa faoliyat yuritayotganingizdan xursandmiz. Xo'p, ilk bor pedagog qatnashayotgan bo'lsa, demak chempion ekanman. Albatta. Hozir siz bu yo'nalishingizni ko'ryapman. Shunda siz bloger yo'nalishida ketdingizmi yoki pedagog yo'nalishida ketdingizmi? Zamonaviy o'qituvchi sinf xonasida dars bilan cheklanib qolmasligi kerak. Albatta hozirgi ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lishini xohladim. Ya'ni men matematika fanini ommatan hammaga tushuntirishni xohladim va o'qituvchini ovozi sinfda qolyaptimi yoki sinfdan tashqariga chiqyaptimi, balki butun O'zbekiston eshitishi mumkindir o'qituvchini ovozini degan maqsadda matematika fanini keng ommalashtirishni xohladim va ijtimoiy tarmoqlarda kreativ yo'nalishda albatta ko'rsatishga harakat qilyapmiz qo'ldan kelgancha. Salomat bo'ling, ishlarga rivoj. Men sizni birinchi Toshkentda, o'z aslida Toshkentda ijod qilaman. Hamma biladi, gapirib o'tish hojati yo'q. Birinchi sizni bitta kontentingiz bor, korobka kiyib onaxon zo'r uchib ketdi u kontent. O'sha kontentni men skrinshot qildim. Andijonga borsam, keyingi sonlarda sho'pa bilan ham qilaman degan. Bu yashirmayman bu narsani. Keyin shunaqangi Alloh yo'limi sizga to'g'rilab qo'ydiki, shu xo'jayiningiz bilan aka-uka bo'ldik va sizni shunaqa ayolim bo'ladi deydi. Xursand bo'ldim. Sirasi birinchi aytgan gapim, opani taklif qilamiz. Bizning podkastimizda birinchi pedagoglardan bo'ladi dedim va bu taklifga rozi bo'lganingiz uchun rahmat katta opa. Hozirgi kunda Instagramda faolsiz. Bu sizni faollik, o'zingiz pedagogligingizga, o'qituvchiligingizga, qanaqadir o'zingiz ustingizda ishlashingizga to'sqinlik qilib qo'ymayaptimi? Yo'q, menimcha to'sqinlik qilmayapti. Sababi ijtimoiy tarmoqda ham men o'zimni matematika soham bo'yicha ketyapman. Ayni damda ham ijtimoiy tarmoqlarni, sun'iy intellektni o'rganyapman, yana qayta o'zimni fanimni mustahkamlayapman va bu yo'nalishda menimcha rivojlanyapman deb o'ylayapman. Shuncha yil institutda yoki biron bir maktabda ko'rmagan rivojlanishingizni shunda internetdan topdingizmi?
O'zi aslida ijtimoiy tarmoqlar meni matematika fanini ommaga yayish qurolim hisoblanadi. O'qituvchini ko'pchilik o'ylashi mumkin, o'qituvchi jiddiy inson bo'lishi kerak, ijtimoiy tarmoqlarda nima qiladi deyishi mumkin. Aslida agar biz fanga oid intellektual bir roliklar qilmasak, ertaga farzandlarimiz ijtimoiy roliklar qilmasak agar tarmoqlarda, farzandlarimiz ertaga o'ziga kerak bo'lmagan qanaqadir reelslar bilan yoki bo'lmasam ularni chalg'itadigan, ongini zaharlaydigan reelslar bilan mashg'ul bo'lib qoladi-da. Shu sababdan men ularni shu yo'lni tanladim va fanni reels kabi qisqa reelslarda chuqurroq ma'noga ega bo'lgan mavzuni asosiy qismlarini olib chiqyapman va bu o'qituvchini jiddiyligi aynan uni berayotgan bilimida va uni qovog'i solishida emas, uni berayotgan bilimi hamda o'quvchi bilan birga qo'yilayotgan ko'prigida deb o'ylayman. Tushunarli. Qilayotgan kontentlaringiz albatta yosh chegaralanmayapti. Siz bilyapsizmi shuni? 15 yoshlimi, 10 yoshlimi yoki 60mi, 50 kirgan odamga ham qanaqadir yoqyapti. Buni ortida sizga yordam berayotgan komandangiz bormi yoki SMM yoki marketolog? Sizga aynan kimlar yordam beryapti? Maqsadimiz ham o'zi shu edi. 7 yoshdan 70 yoshgacha hammasi matematikasini tushunish uchun, matematika fanini tushunishi uchun harakat qilmoqchi bo'ldik. Bunda menga turmush o'rtog'im yelkama-yelka turib yordam beryapti. Aynan Bahodir aka. Bahodir aka yordam beryapti. Nimalarda yordam beryapti? Mana shunaqa kreativ ssenariylar yozishda ikkalamiz bosh qotiramiz, bitta mavzuni video holatga kelguncha ancha-muncha urishamiz, talashamiz. 2 kun kerak bo'lsa 1 haftalab vaqt ketadi ba'zida bitta video chiqarish uchun. Shunaqa yordam beradi doim. Qoyil. Va bundan ko'rinyaptiki, siz faoliyatingizni hozir o'zingiz xo'jayiningiz bilan Instagramda yordam beryapti. Biz ko'p kuzatamiz. Biz o'zimiz Andijonimizning qadriyatlardan kelib chiqib aytaman-da, Instagramga chiqma, videoga olma, rasmingni qo'yma. Masalanda endi hamma o'zini fikri bor, o'zini jufti haloli. Sizda shularga qanaqa qaraysiz? Masalan, Instagram, ijtimoiy tarmoqlarda to'sqinlik bo'yicha. Yaxshi savol. Buni menimcha ko'proq turmush o'rtog'imga bergan ma'qulmikan? Yaxshi savol berdingiz. Siz qanaqa qaraysiz? Bahodir aka sizga qo'llab-quvvatlab shu Instagramda keling, shu Instagramda video boshlaylik deb sizdan chiqdimi yoki xo'jayiningizdan chiqdimi? Shu qiziq. Yaxshi, bu savolga uzoqdan javob berib kelamanda endi sizga. Turmush o'rtog'imni Insta birga tanishganmiz. Shu paytda juda faol yoshlardan bo'lganmiz, tadbirlarda qatnashardik. Bu kishi ham qo'shiq aytardi, men ham tadbirlarda qo'shiq aytardim, boshqa. Mana shu faoliyatni olib borgan paytlarimizda tanishib qoldik va u kishi bilan mana shu turmush qurganimizda meni xarakterimni bilardi o'zi avvaldan. Qanaqa ishonardi menga, yana hozir ham ishonadi deb o'ylayman. Nima desam ekan, insonni o'zini qarashida, masalan, o'zi qanday o'ylasa, boshqa ayollarga o'zi qanday munosabatda bo'lsa, boshqa erkaklarni ham ayoliga shunday munosabatda bo'ladi deb o'ylaydi-da menimcha. Va o'zi xarakteri umuman ayol kishini hurmat qiladigan, uni doimiy o'zi bloglarida ham ayol kishi haqida, ayol kishini himoya qilish haqida gapirib chiqadi. Shuning uchun bu inisiativa albatta mendan bo'lgan, men tarafdan bo'lgan Instagramga chiqish, lekin u kishi qarshi bo'lmagan. Aynan shu kreativ matematikani zamonaviy ko'rinishda yoritamiz degan tashabbus kimdan chiqdi? Bu tashabbus albatta mendan chiqdi. Bunga Bahodir akaning emotsiyasi? Boshida
hayron bo'ldi. Keyin qarasaki, yaxshi chiqyapti, odamlar negativlar kam bo'lyapti. Nega ayol kishi chiqyapti degan gap bo'lmagandan keyin yaxshi. Birinchi menimcha qo'shnilar, qarindoshlardan boshlansa kerak negativcha fikr. Nimaga chiqyapsizlar Instagramga, qanaqa kontent, siz matematika o'qituvchisiz-ku, o'qituvchiligingni qil degan gaplar ham bormi? Nima desam ekan, bunaqa gap so'zlar balki bo'lgandir, bizga bildirishmagandir balki, lekin men bilaman, o'ylayman, hammasi bizni xarakterimizni juda yaxshi biladi. Biz qachon qayerda bo'lmaylik, juftim bilan birgalikda nima ish boshlasak ham birga boshlaymiz. Qanaqa ishga qo'l ursak ham birga qo'l uramiz va bizni biladiki, bular ikkalasi yana nimanidir boshlashadi deb. Shunaqa fikrlashsa kerak deb o'ylayapman, chunki kommentariyalarda ham kennayi siz bor, biz bor, kennayi biz sizni qo'llaymiz, Bahodir akam deb yozganlar borda. Shuning uchun o'ylayman, menimcha negativ bo'lmasa kerak ularda. Biz doim birga yangiliklar qilishimizni bilishadi ko'pchilik. Shu Instagramda shu o'zingiz yo'nalishingizni targ'ib qilishdan yana boshqa yo'llari ham bor edi-yu, yoki siz Instagramda mashhurlikni xohladingizmi qo'shimcha yoki qanday maqsadda ko'zlab Instagramni rivojlantirdinglar? Yaxshi savol degansiz desangiz, bu faoliyatga mana farzandlarimni ota-onalar gruppasi bor. Mana shu gruppada kim mana bu uyga vazifani bajardi, kim bajargan bo'lsa shuni iltimos yordam beringlar degan savollar kelardi. Keyin qarardimda, to'g'ri ota-onalarga ham ozgina qiyinchilik tug'diradi darsliklardagi mavzular. Uyga vazifalardan qiynalgan paytlari shunaqa yozishardi ota-onalar va men u yerda ota-onalarga mana bunday qilib ishladik deb gruppaga tashlab berardim-da. Keyin o'ylaymanki, demak ota-onalar ozgina uyga vazifa qilgani qiynalishyapti farzandlari uchun. Oylik to'lovi 15 ming so'mlik uyga vazifalar kanalini ochaylik-da, Instagramda reklama qilib hammani Telegramga olib o'taylik. Bir oyda 15 ming to'lov qilsin, bir oylik uyga vazifasini qanday ishlanishi va ana shu mavzu haqida ma'lumot beraylik deb birinchi qo'yilgan videoyim, agar e'tibor bergan bo'lsangiz, endi siz uyga vazifalarda qiynalmaysiz degan o'tgan yil qo'yganman o'sha videoni. Faqat ana shu bir dona video bilan Telegram kanalga o'quvchilarni olib o'tmoqchi bo'lganman. Keyin 7 ta uyga vazifa 2-sinfdan 4-sinfgacha boshlang'ich sinflarda uyga vazifasi ozgina qiyin bo'ladi. 5-sinfdan keyin bola o'zi fikrlashni boshlaydi-da, baribir 2-sinfdan 4-sinfgacha bo'lgan o'quvchilarda ularga qiyinlik qiladi mavzular va ana shu uyga vazifalarni bajarib, men ularni Telegram kanaliga olib o'tmoqchi bo'ldim. Va xohlanki, Instagramda juda ham ko'p prosmotr bo'lgani bilan bu yerga 12 dona ota-ona o'tdi. Juda ham xafa bo'ldim ota-onalar farzandlarini uyga vazifasiga be'e'tiborligidan. Keyin nima qildim? 7 ta yoki 8 ta videoni yozib chiqqandim uyda, doskamda, o'zimizni telefonimizda mikrofonlar bor, markerlar bilan, jon kuyarlik bilan ishlab uyga vazifalar tayyorlagan paytimda 12 ta ota-ona to'plandi. Bir oyga 15 ming so'mga ham mayli puli bu yoqda turib tursin, lekin ota-ona qani nimaga uyga vazifa bajara olmayapti-ku farzandim, shu qiziquvchi, balki zo'r bo'lib ketar, yaxshi bo'lar, bajarar uyga vazifa. Yo'q, hech kim kamdan kam ota-ona prosmotri juda katta videodan kirgan ota-onani ko'rib xafa bo'ldim va ulardan uzr so'rab Telegram kanalni yopib YouTube ga joylab qo'yganman ana shu vazifalarni. Qarang. O'chirib tashladingizmi Telegramni? Yo'q, Telegram kanalida o'chirganman, uyga vazifalar kanalini. Keyin ota-onalarda hammasi keyin YouTube'dagi videolarim 2-sinfda videosi birinchi kuniyoq 27 mingta prosmotr bo'ldi. YouTube'da. Endi bepul darslik.
ham ana shu mavzuni tushuntirib beraman, ham ana shu mavzuga oid uyga vazifani ishlashi bilan o'rgatamanda. Keyin 27 mingta prosmotr bo'ldi. Ha, dedim, demak, bola izlaydi uyga vazifani qanaqa qilib ishlash kerakligini. Onalar emas. Dedimda, mayli dedim, bola kuzatsa ham menga ularda ustoz erta 5 oldim men degan kommentariylari, ustoz endi tushundim uyga vazifani degan kommentariylari meni yana ham ruhlantirdi, xursand qildi va davom etishga harakat qildim. Vaholanki o'zini ustozi bo'lib turib, internetda topgan ustozi sizsiz. Shunday. Shundaymi? Shunday. Apros o'tkazganman. Butun O'zbekistonda har bitta viloyatidan, Qoraqalpog'istondan ham kuzatishadi. YouTube'dagi o'quvchilarim juda ham ko'p. Hozir 17500 taga yetdi, lekin obunachilar soni bu. Obuna bo'lmasdan ko'rganlar soni boshqa O'zbekistondan tashqari 5 ta davlatda kuzatishadi. Va ulardan ham xursandman, obuna bo'lishini xohlayman hammasini. Millionta prosmotr bo'lgan darslarim ham bor. Demak, ana shuncha o'quvchilarim bor deb o'ylayapman. Demak, o'sha YouTube'dan ilhomlanib Instagram profiliga yurgizishni boshladinglar. Albatta, shunday. YouTube'dan keyin Instagramga o'tdim. Va Instagramda ham videolaringiz topga chiqdi. Aynan shu matematikani zamonaviy ko'rinishda yoritishingiz. Shunday. Omadingiz bersin. Rahmat. Zulayho opa, keling, nima uchun ko'p odam ham matematikaga qiziqmaydi? Muammo nimada? Juda ham zo'r savol berdingiz. O'zi aslida bola qiziquvchan bo'ladi. Biz bolaligimizda hammamiz qiziquvchan, hamma narsaga qiziqadigan inson bo'lamiz. Faqat matematikani o'qitish metodikasi, qarang, matematika umumiy bitta to'liq halqasimon fan desak, uni qaysidir halqasi tushib qolsa, qolgan halqalar bir-biriga ulanmay qoladi. Ya'ni siz yoki biz umuman kimdir matematikaga qiziqmaydigan odam qaysidir halqada qolib ketgan yoki darsda eshitmay qolgan yokida kasal bo'lib qolib ketgan yokida qaysidir halqadagi mavzuga tegishliligini eshitmagan yoki o'qituvchi tushuntirmagan. Masalan, 2-sinfdagi bo'laklar mavzusi 5-sinfda kasrlar mavzusiga bog'liq. Agar ana shu joyida o'quvchi kelmay qolsa yoki o'qituvchi 5-sinfdagi mana bu mavzuga biz kerak bo'ladi, mana shu mavzuyimiz yoki bizni hayotda mana bu joyda ishlatamiz bu mavzuni deb tushuntirmas ekan, qiziqtirmas ekan, bolani qiziqishlari orqali unga matematikani o'rgatmas ekan, bola o'zida qo'rquv hosil qiladi va qo'rquv matematikani bitta mavzusini bilmagan keyingi mavzularni tushunmay qoladi va tushunmaslik insonni miyasida bloklaydi, tushunish etaplarini yopadi va shundan keyin matematikaga bo'lgan qiziqishlari susayib, umuman oxiriga borganda yo'q bo'lib ketishi mumkin. Shunda qo'rquv ilm, ta'lim olishiga to'sqinlik qiladimi? Albatta. Aynan qo'rquv insonni miyasini bloklaydi. O'rganish jarayonida qo'rquv juda ham katta bir to'siq bo'ladi. Masalan, shunga bir misol keltirsam sizga, buni pedagog va ona roli bilan solishtirib. Deylik, sizga savol bersamda, hozir ko'chada ko'rganmisiz hech onalari bolalarini yetalab ketayotganda bola yiqilib tushdi-da. Qanaqa emotsiya bilan turgizganini ko'rgansiz ko'proq onalarni? So'kib turgizadi. So'kib turgizadi. Shu qanaqa turgizsa bo'lardi? Chiroyli qaytib yiqilma qarab yur deb masalan turgizishi mumkin. To'g'ri. Ko'p ko'rsak agar ona bolasini ana shu yerda e'tibor bersangiz, xatosidan anaqa afsuslanib, xatosiga achchig'i kelib, ya'ni u sen xato qilishing mumkin emas, yiqilishing mumkin emas edi degandek turtkilab, so'kib yurib o'rnidan turgizadi, qoqadi, to'g'rimi? Aslida mana shu yerda onalardagi xato o'qituvchilarda ham bo'lishi mumkin. Ya'ni bola xato qilmasligi kerak. Agar sen deydi xato qiladi bola, bo'ldi sen buni bilmaysan, tushunmaysan. To'xta. Bola qayerda xato qilyapti? Xato qilish kim? Xato
qilsa bu fojiami aslida? O'ziga savol berish kerak inson. Onalarimiz ham xuddi shunaqa. Uni bola mana bu joyda tosh bor ekan, o'g'lim yoki qizim, shu yerda yiqilib tushding, qara, oyoq kiyimingni teskari kiyib olgan ekansan-da yoki bo'lmasam tapchkangni uchi bunaqa edi ekan, shunga qoqilib ketding. Endi bunaqa qilishimiz kerak deb o'rgatsa agar ona, chiroyli. Xuddi ona kabi o'qituvchi ham xato qilgan bolani, qayerda xato qildik, orqaga qaytaylik. Mana bu joyda xato qilibmiz, endi buni to'g'rilasak, seni natijang zo'r bo'ladi deb ketsa, uni miyasi bloklanmaydi. Уже xato qilgandan keyin o'quvchi xatosiga dakki eshitsa, unda kreativlik yo'qoladi, muammoni hal qilish yo'qoladi, fikrlashi, qo'rquv kuchayadi va ana shu boyaga aytib o'tganimizdek, miya bloklanib, ilm olishga to'sqinlik qiladi. Tushunarli. Men rosa qiziqtiradigan bir savol bor-da. Bu rosa ikkichiydi bu bola deydi-da, u inomarka mashinalarda yuradi-da. Bu rosa a'lochiydi deydi-da, teskarisi bo'ladi. Nimadan bu? Zo'r gap. Shuni anekdoti ham bor bilsangiz agar. Ikkichilar, anaqa, beshchilar hammasi to'planib yaxtada dam olishibdi. Yaxta esa ikkichi yigitniki ekan deydi-yu. Eshitganmisiz? Endi eshitdim. Shunaqa buni menga rahmatli ustozim ingliz tili o'qituvchisi Sadat Jamolzinni aytgandi. Shunaqa hamma beshchilar to'planib nimaga boribdi? Yaxtaga boribdi, maza qilib dam olishibdi. Yaxta esa ikkichi bolaniki ekan deyshadi. Ikkichilar deganda nima? Aynan bular maktabda xatosini ham yoki bo'lmasam nima desak ekan, ikkichilar asosan maktabda koridorida ham yurgan bo'ladi, xonasida ham yurgan bo'ladi, o'qituvchisidan so'kishni ham eshitgan bo'ladi, maqtov ham eshitgan bo'ladi. Oddiy aytganda hamma ko'chaga kirib chiqqan degandek gap. Ikkichilar, beshchilar xuddiki biz bolalarni 5 oladigan robotga aylantirib qo'yamiz-da. Ya'ni ketayotgan qumursqaga atrofiga bunday mel bilan chizib qo'ysangiz, ana shu meldan, doiradan chiqmasdan yuradi-ku. Beshchilar ba'zida xuddi shunaqa qobiqda qolib ketadi. Shuning uchun ham ikkichilar tavakkalchilikdan qo'rqmaydi. Beshchilar qaysi yo'ldan yursam to'g'ri bo'ladi degan o'ylar bilan tavakkalchilikni sekinlashtiradi. Shuning uchun ham balki bu hamma beshchilar bunaqa bo'ladi demoqchi emasman, lekin ko'proq moyilligi bor. Demak, bo'lmasa ushbu videoni beshchilarga yuborib qo'yamiz. Ikkichilarga yuborib qo'yinglar. Ikkichilarga yuborib qo'yinglar, mayli. Nima uchun o'qituvchilar maktabni ta'lim markazi, tarbiya markazi emas deb aytadi? Juda ham zo'r savol. Bu meni qiynaydi. Agar ota-ona sifatida qarasam, nimaga ekan ta'lim ham, tarbiya ham berish kerak deyman. O'qituvchi tarafdan qarasam, o'zimni himoya qilgim keladi. Yo'q, ta'lim maskani, tarbiya maskani emas deb. Aslida ta'lim nima degan mana shu yerda savol tug'iladi. Ta'limga ta'rif beradigan bo'lsam, birinchi etimologik ta'rif beraman. Ta'lim bu arabcha so'zdan olingan bo'lib, ilm, o'rganish, bilim berish degan ma'noni anglatadi. Lekin ta'limni egizak so'zi bu tarbiya. Ta'lim tarbiyasiz o'lik hisoblanadi. Ya'ni tarbiya ham arabcha so'zdan olingan bo'lib, robbiya so'zdan olingan, o'stirish, parvarish qilish degan ma'noni anglatadi. Endi ta'lim berish jarayonida ana shu berayotgan ilmimiz bolani dunyo qarashini o'zgartirish kerak. Uni fikrlashga undash kerak va uni bir yetuk shaxs bo'lib chiqishiga yordam berish kerak-da biz berayotgan ta'lim. Demak, uni biz tarbiyasiga ta'sir qilar ekanmizmi? Albatta. Endi shuning uchun ham Sharq falsafasida ta'limni tarbiyadan ajratishmaydi. Biz shunaqa himoyalanib olamizki, ta'lim beradigan maskan, tarbiya maskani emas deydi. Endi psixologik tarafdan javob beradigan bo'lsam, ta'rif beradigan bo'lsam, ta'limga Albert Einstein ta'lim bu siz maktabda olgan bilimlaringiz yillar davomida esingizdan chiqib ketgandan keyin sizda qoladigan
qismi deydi. Ya'ni siz differensial tenglamalarni esingizdan chiqarib yuborarsiz. Tarixdagi tarixiy raqamlarni, sonlarni, yillarni esingizdan chiqarib yuborarsiz. Kimyoviy nima deydi, unsurlarni yoki reaksiyalarni esingizdan chiqarib yuborarsiz. Lekin siz ana shu ular bilan birgalikda mantiqni o'rgangansiz. Ya'ni qayerda xatolarni ichidan, ma'lumotlarni ichidan to'g'risini topib olishni o'rganganmizda, mana shu tarix voqealari, boshqa kimyoviy unsurlar hammasida bizni fikrlashimiz yotadi. Demak, yana bundan kelib chiqyapti ta'limni tarbiyadan ajratib bo'lmasligini. Endi ta'limga iqtisodiy tomondan ta'rifiga e'tibor beradigan bo'lsak, ta'lim insonni tabaqalashtirishni sindiradigan, kambag'allikdan chiqaradigan va ijtimoiy statusga ega qiladigan yagona qonuniy halol kuchdir. Ta'lim shunaqa iqtisodiy tomondan. Demak, 3 xil ta'rif berdik ta'limga. Hammasi ham uni insonni tarbiyasiga ham ta'sir qilayotganini ko'ramiz va aynan mana shu joyda ta'lim bilan tarbiyani ajratib bo'lmaydi degan bir fikrni olib chiqmoqchiman. Ko'p ota-onalarni kuzatamiz. O'qisang olim bo'larmiding deb u farzandlarni urishib qo'yadi. Ularga siz nima deysiz? Hozir to'g'ri, o'qisang olim bo'larmiding deydigan qatlam ham bordir, lekin hozirgi ota-onalar farzandini butun 24 soatini o'qish bilan band qilib qo'yayotgan ota-onalar ko'proq. O'qisang odam bo'larmiding degan ota-onalarga nisbatan. Lekin unday ota-onalarga iltimosim, hozirgi aytib o'tganimizdek, ta'limni tarbiyaga juda ham ahamiyati katta. Ularni o'qitishini, farzandini qana qilib bo'lsa ham ilm olishini, ta'minlashini xohlardim. Yana bir nima gapim, mana shu ota-onalar hozir farzandlarini ana shu 24 soatlik soatlarini butun reja qilib qaysidir kursdan kursga yugurib, yelib borib o'qishlarini nima qilishi, nima deydi, rejalashtirishi bu bola uchun juda ham katta halokat. Ya'ni masalan oshqozonga tinmasdan har xil ovqat yeganini singari aynib qoladi-ku oshqozonimiz. Shuni singari bolani ham bir dam olishi, siz bilan birga, ota-onasi bilan birga dam olishi, u bilan intellektual suhbatlar bo'lishini iltimos qilgan bo'lardim. Kitoblarga ko'ngil bermasdan deysiz. Xo'p, matematikani eng oson uslubi o'rganishda 3 tasini aytib bering. Eng oson uslubi. Xo'p, 3 tasi. Demak, birinchisi qaysi mavzuga kelgan bo'lsa, u mavzudan oldin qaysi mavzuga bog'liqligini ko'rib chiqish. Oson o'rganishning bitta usuli. Birinchisi bu? Birinchisi. Ikkinchisi, bu mavzu hayotda qayerda kerak bo'lganini anglash, uni ham o'rganib chiqish. Keyin tushunadi-da, quruq formula yodlagan bilan bo'lmaydi. Uchinchisi, ana shu mavzuni o'rganib chiqib, u haqidagi misollarni ko'proq ishlash. Qayta xato bo'lsa ham. Hozir ko'p ota-onalar sportga e'tibor beradi. Bolasini boksgami, futbolgami, bu zo'r. Shu matematikaga o'rganasan, matematikani o'rganib musobaqaga chiqasan, matematikani o'rganib chempion bo'lasan deb deydigan ota-onalar ham kuzatiladimi? Kuzatiladi. Bunaqa ota-onalar ham ko'p. O'zi aslida matematikani bilgan inson har sohadan yetuk bo'lib chiqishiga nima deydi, ishonchim komil. Sababi hozirda eng daromadi katta sohalarni hammasini asosi matematika hisoblanadi aslida. Matematikani o'rgangan inson bog'liq deysiz. Bog'liq albatta. Matematikani o'rgangan inson har sohadan yorib chiqadi. Albatta o'rganish kerak ekan, kelgusi ishlarida, biznesida, hisob-kitoblarda albatta asqotadi. U bola matematik bo'ladimi, olim bo'ladimi, lekin baribir o'zini hisob-kitobi uchun ham matematika kerak. Shunday. Rahmat. Hozirgi avlod oldingi avloddan ko'ra aqlliroqmi? Hozirgi avlod shu gadjetmi, texnologiyalarga ko'milib qoldimi yoki nima deysiz? Xo'p. Bu savol juda ham og'riqli savol. Buni yaxshi tarafi ham, yomon tarafi ham bor.
gadjet bilan tug'ilgan bolalar, hozirgi zamon bolalari, bularni endi biz texnika, texnologiyadan ajrata olmaymiz. Ajratamiz deb ularga dushman qilib ko'rsatganimiz bilan biz yuta olmaymiz. Endi biz ta'limni texnika, texnologiyaga integratsiya qilishimiz kerak. Ya'ni bola mana shu qisqa videolarni ko'ryaptimi, boshqami, umuman telefondan ko'zini uzolmayotgan bolaga nima qilishimiz kerak? Yechim ko'proq mana shu intellektual, ilmiy, bolani o'zini darajasidagi shunaqa fanga oid video roliklar qilishimiz kerak, tayyorlashimiz kerak va u bilan bolani salohiyatini, ilmiy salohiyatini o'stirishimiz kerak. Boshqa yo'lini ko'rmayapman hozir. Lekin ayni hozirgi zamonda birorta misolni yoki o'ziga bo'lgan birorta fikrni bilmoqchi bo'lsa ham sun'iy intellektdan so'rayapti. Oddiy gapni ham, hammamiz ham xuddi shunaqa. Bu borgan sari bizni miyamizni qisqartirishga olib kelishi mumkin. Bizni fikrlashdan to'xtatishi mumkin va biz keyinchalik fikrlaydigan bolalarni qanday tug'ilishini o'ylab qolishimiz mumkin. Qanaqa qilib fikrlaydigan bolalarni dunyoga keltirsak bo'ladi degan muammo bilan yuzlashamiz. Shunday. Sun'iy intellekt matematika ta'limini qanday o'zgartirdi? Hozirgi kunda sun'iy intellekt har qanday sohani egallashni boshlayapti va bundan keyin bizni davrimizda-ku bitta ish o'rniga bizga o'xshagan 5 kishi bo'lishi mumkin edi, lekin hozir bitta ishchi o'rniga sun'iy intellekt bilan raqobat qilish kerak. Endi matematikani qanaqa egallayapti deydigan bo'lsangiz, endi biz qandaydir sun'iy intellektdan boshqacharoq o'qituvchi bo'lishimiz kerakki, u bizni o'rnimizni egallamasligi uchun. Bu borada tirishishimiz kerak, tirmashishimiz kerak. Ya'ni bolaga sunniylikdan qochib, tabiiy holatdagi hali har doim kirib assalomu alaykum o'quvchilar, bugun manaqa mavzu o'tamiz, mana bunday mavzu o'tamiz deydigan, uyquni keltiradigan darslar emas. Endi aynan ana shu sun'iy intellekt kabi ularga muomala qilib dars o'tishimiz kerak deb o'ylayman. Zamon bilan hamnafas. Ha, ayni deylik sun'iy intellekt bilan birgalikda undan qochmasdan o'quvchilarga kelinglar birga o'rganamiz shuni. Sun'iy intellekt nima demoqchi bizga? Xo'p, biz nima deya olamiz? Sizlar qanaqa fikrla olasizlar bunda? Sun'iy intellekt nima deyapti? Sun'iy intellekt nima deyapti? Sizni fikringiz qanaqa? Meni fikrim qanaqa? Xuddi shunaqa holatda dars o'tishimiz kerak endi. Bo'lmasam egallab oladi. O'qituvchilarni, pedagoglarni o'rnini egallab olishi mumkinmi sun'iy intellekt? Mumkin. Sizni bu qo'rqitmaydimi? Ba'zan qo'rqitadi, ba'zan yo'q. Nima uchun yo'q? Ba'zan yo'q. Bir kun bir o'qituvchi ustoz aytib qoldiki, eshik tagida uyimga qarab kirib ketyapsam, 5-6 ta bo'yga yetgan qizlar bir-biri bilan gaplashyapti. Nima kirmading uyga bugun, kech kirdi desa, oyim bilan dadam urushib qoldi. Nima bo'lib urushdi? Har kuni janjal. Oyim o'zi shunaqa otasidan mehr ko'rmagan. Shuning uchun ham dadamdan mehr istaydi, u mehrini dadam bera olmaydi, shun bilan urushib ketishadi. Deyapti o'quvchi. Sen ertasi kuni ustoz chiqib so'rabdi, siz qayerdan bildingiz buncha anaqani? Shu yoshda, 14 yoshida qayerdan bildingiz bu holatlarni? Onasi bilan otasini ChatGPT bilan tahlil qilyapti. Ko'ryapsizmi? Do'sti uni. ChatGPT sun'iy intellekt 14 yoshli qizni do'sti, vaholanki 14 yoshli bolani, qizni do'sti uni ota-onasi bo'lishi kerak. Undagi emotsional o'zgarishlar, undagi gormonal o'zgarishlarni ota-ona bilish kerak. Lekin ota-ona o'zi bilan o'zi ovora, bu yoqda urush janjal, lekin qiz sun'iy intellekt bilan do'st bo'lib, ular haqida tahlil qilyapti. Endi biz qayerga qarab ketyapmiz? Biz hozirgi yoshlardan ancha orqada qolib ketayotgan bo'lib qolamiz shunda. Ota-onalar orqada qolib ketayotgan, ular oldida ketayotgan bo'ladi. Ya'ni ular nima deydi? Bizdan hozirgi yoshlar aqllimi yoki oldingi yoshlar aqllimi degan savolingizga qo'shimcha javobda bu ham. Endi sun'iy intellekt bilan do'st bo'lgan paytda undan ko'p narsani o'rganayotgan, даже ota-onasini tahlil qilayotgan boladan keyinchalik nima kutamiz va bunga biz kim yo'l qo'yyapti ko'proq? Qanaqa choralar ko'rsa bo'ladi bunga? Qo'rqitadi. Endi
qanaqa choralar? Boya aytib o'tganimdek, ularni endi biz ajrata olmaymiz. Gadjetlardan sun'iy intellekt tobora kirib kelyapti bizga va hozirda sun'iy intellektda qanaqa xatolik bo'layotgan bo'lsa, ana shu xatoliklarni o'rganish uchun millionlab odamlar jalb qilinyapti ekanda, ishlab o'tirish uchun sun'iy intellekt bilan qayerda xato qilayotganligini o'rganayotgan millionlab odamlar ish qilib olinyapti. Demak, borgan sari u kuchayadi. Biz unga qanaqa yechim beramiz? Biz ko'proq ota-ona bilan farzandni o'rtasidagi munosabat, intellektual suhbatlarni amalga oshirish va ota-ona bilan bolani o'rtasidagi qanaqadir uchrashuvlar, intellektual bir nimalar, tadbirlar uyushtirishimiz kerak, festivallar o'tkazishimiz kerak deb o'ylayapman. Meni hozirgi qarorim xuddi shunday. Festivallar o'tkazaman, matematik festival bo'ladi. U yerda ota-ona farzandini his qiladi, darsda o'tirishini, bilim olishda qanaqa ko'nikmalar hosil qilishini o'rganadi degan bir xayolimga shu festival o'tkazish keldi. Shunaqa qilmoqchi bo'lyapman. Bir 10 kun ichida xudo xolasa festival o'tkazamiz. Reklamaga kirib ketdimi? Albatta. Shunaqa qilmoqchi bo'lyapman. Hammani taklif qilaman, manzillar aytiladi Instagramda. Ota-onalar va farzandlari bilan matematik festivalimizga kelishini taklif qilib qolaman. Shunday qilib ularni bir-biriga bo'lgan munosabatini o'zgartirib, sal mana digital hayotdan o'zimizni tabiiy hayotga chiqishlarini. Albatta, Zulayho opani tadbiriga tashrif buyuring. Bekorga tashrif buyurmaganligingizni his qilib chiqib ketasiz. U joydan farzandingizni olib keling, o'zingiz keling, o'zingizni qanday ota-ona bo'lib matematikani qanaqa o'rgatish uslublarini, darslik qanaqa uslublarini menimcha o'rgatasiz. Albatta. O'zi ota-onalar shu farzandini ta'limiga qarayaptimi? Xo'p, ota-onalar farzandini ta'limiga qarayaptimi? Ota-onalar boyaga aytib o'tganimizdek, farzandlarni butun dam olish soatini ham qo'shib o'qishga qaratib qo'ygan, o'zidan soqit qilgan, butun tarbiyasini ham, ta'limini ham maktabga, o'quv kurslariga, o'qituvchilarga ishonayotgan. Hozirgi kunda ota-onalar shunaqa holatda. Tarbiyasini ham o'qituvchilarga topshirib qo'ygan. Даже shunaqa. Chunki vaqti yo'q, ota-onalar hozir nimagadir shoshilib, nimanidir to'plamoqchi bo'lyapti-da. Shunaqa. Xo'p, bolada fanga qiziqish tug'ma bo'ladimi yoki muhit o'zgartiradimi? Xo'p. Yaxshi savol. Ikkisi ham. Tug'ma ham bo'ladi bolada. Ya'ni qiz farzand ko'proq ota urug'iga qarab tortadi, ya'ni otani geni ko'proq qiz farzandda bo'ladi. Otani otasi, umuman otani ajdodlari qaysi sohani ko'proq takrorlagan bo'lsa genda, qiz farzand ham xuddi ana shu genida ana shu narsa takrorlanib, xuddi aynan ana shu sohani insoni bo'lib chiqadi. O'g'il farzandda esa ona ajdodlarini geni orqali tinmasdan takrorlab qoldirgan, geniga qoldirgan yo'nalishni o'g'il bola tanlaydi. Endi demak tug'ma bo'ladi ham desak bo'lar ekan. Endi muhit kuchi iroda kuchidan kuchliroq degan kuchli bir gapimiz bor. Ya'ni muhit insonni o'zgartiradi. Uni agar irodasi juda kuchli bo'lgan taqdirda ham uni atrofdagi muhitni o'zgartiradi. Masalan, atrofingizda 5-6 ta ingliz tiliga qiziqadigan do'stlaringiz bo'lsa, siz ham ularda eshitib ingliz tilida men ham gapirsam-u, bularga o'xshab ba'zida inglizcha so'zlarni ishlatgim kelyapti deb muhitga kirishib ketasiz, ingliz tilini o'rganib ketasiz. Yokida boshqa, masalan, siz biznesmenlar bilan ko'p yurasiz, mana suhbatlarda biznesmenlar bilan suhbat qilasiz. Ularning muhiti sizga ham ta'sir qiladi, o'tadi, energiyasi sizga ta'sir qiladi va siz aynan ana shu yo'nalishda ketib qolasiz. Ya'ni muhit juda ham katta ta'sir qiladi. Demak, muhit ham tug'ma iste'dod ham bo'lar ekan. Ota-onalar farzandlarini qaysi bir ta'lim bo'lsin, o'qitish jarayonida
o'qituvchini almashtirib bolani ta'lim oldirishi qanaqadir o'sha fandan o'qituvchisi qanaqadir yoqmay qoldimi boshqa o'qituvchiga bor. Bu boshqa o'qituvchiga bolaga qanchalik ta'sir qiladi? Zo'r savol berdingiz. O'qituvchi tanlaydi, lekin o'qituvchi o'quvchini tanlamaydi. E'tibor berganmisiz? O'qituvchini bag'ri keng qanaqa o'quvchi kelsa o'qitib ketaveradi, lekin o'quvchi o'zi emas, aynan ota-onalar o'qituvchini tanlaydi. Bu tabiiy. Farzand emas. Ota-onalar tanlab beradi ko'proq. Bu bolaga har xil ta'sir qilishi mumkin, ikki xil. Agarda yaxshi ta'sir qiladi deydigan bo'lsak, bolani ijtimoiylashuvi tez bo'ladi. Ko'p yoshligidan tez stresslarga uchrab, stresslardan turishni o'rganadi. Endi yomon tarafini aytadigan bo'lsak, bola endi kimnidir tempiga, kimnidir o'rgatish uslubiga o'rgangan paytda umuman boshqa muhitga tushib qoladi va unga ko'nikkunga qadar u ana shu o'tilgan mavzularni ko'nikkunga qadar bo'lgan mavzularni tushunmasligi mumkin va unga juda katta stress olib kelishi mumkin va ana shu mavzuga umuman sovib ketishi mumkin, fanga. Ana shu fanga umuman sovib ketishi ham mumkin. Har tomondan qarasak shunday. Matematikani sohasini siz tanladingiz. Shu sohada o'qitdingiz, vaqtingizni ketkizdingiz. Bu sizga matematika nima berdi? Har bitta savolingiz juda ham qiziq, zo'r kutilmagan savollar bo'lyapti. Aslida meni onam matematik, fizik, astronom, fizika matematika fanlari ustozi bo'lgan onamlar, dadam esa arxitektor bo'lgan. Bu sohada ikkalasini ham sohasi bir-biriga yaqin bo'lganligi uchun to'ralamiz ham matematikaga qiziqqan farzandlar bo'lganmiz. Lekin onam ko'p aytardi, qo'y, ingliz tili o'qituvchisi bo'l, bitta gruppaga 30 ta bolaga ko'p gapirmaysan-da, 15 tasiga gapirasan. Ingliz tilida 2 ga bo'lib dars o'tadi-ku sinfda. Shunaqa bo'lasan derdi. Keyin yo'q deb unamasdan, lekin onam aytgan qilib birinchi yil inyazga tashlaganman ingliz tiliga. Kontrakt bo'lganman. Biz paytimizda kontraktga kirdi degan uyat bo'lardi-da, kirdi degani. Keyingi yili yana harakat qilib, keyin narxozga topshirganman. Onam baribir sen ana shu hisob kitobli yo'nalishni tanlading, ingliz tili o'qituvchisi bo'lsang bo'lardi dedi. Ozgina norozi bo'ldi, lekin turmushga chiqqandan keyin matematikaga qayta o'qidim. Baribir qonda bor ekan, tortaverdi. Iqtisodda o'qisam ham men iqtisodchi pedagog bo'ldim. Iqtisodiyot yo'nalishida, bankda yoki nimada boshqa iqtisodiy yo'nalishda ishlamadim, pedagog bo'ldim. Keyin matematikani tanladim. Yana matematika juda meni hayotimda juda katta rol o'ynagan. Bundan oldingi kirib chiqqan sohalarimda ham matematika juda menga katta yordam bergan. Tadbirkorlik ham qilganman, boshqa juda ko'p sohalarda boshimdan o'tkazganman. Shunaqa. Matematika katta hayotda katta qadamlar tashlashni va undan oson o'tishni o'rgatdi. Matematika. Hozir Instagramda aktivsiz. Xususiy maktablardan, xususiy universitetlardan sizga qimmat taklif chiqsa, shu Instagramni to'xtatib ishlaysizmi? Xo'p, gap aslida bu moddiy manfaat emas. Men hozirgi qilayotgan ishimdan juda ham xursandman. Sababi nima deydi, hayotda sizni borligingizni bildirib turadigan bir statusga aylandida ijtimoiy tarmoqlar. Va yana bitta narsa, men dadam ko'p aytardi, bu Zulayhoda nimadir bor, kelajakda nimadir bo'ladi bu derdi. Lekin qachon bo'laman shunaqa narsa deb o'ylanardim-da. Bir kun kulishdim turmush o'rtog'im bilan. Dadam menga shunaqa ishonch berardi. Bundan nimadir chiqadi derdi, lekin rosa kutyapman, hech narsa chiqmayapti derdim. Deb rosa kulibmiz-da. Keyin bir kun telefon qildi. Sen meni eng qiynalgan paytimda o'qigansan, lekin sen ishlamading shu sohangda. Nimaga unaqa qilding? Seni men
bir katta sahnalarda yoki bo'lmasam odamlar orasida tanilgan inson bo'lishingni xohlardim, lekin sen matematikani tanlading, san'at sohasini tanlashimni xohlardi dadam. Dedi-da, keyin dedim bo'ldi, qiz bolani turmushga berdim, qutuldim. Mendan soqit endi, egasi nima desa shuni qilaveradi demayapti. Demak, dadam mendan nimadir kutyapti, kimdir bo'lishimni xohlayapti dedim-da. Xudo shu yo'lni berdi. Instagramda endi ozmi ko'pmi shuncha nima deydi, harakat, insonlar tanidi, xudoga shukr, va o'ylayapman ana shu dadamning orzusini amalga oshirdim. Ana shu dadam qiynalib o'qitgan sohani ushladim va ana shu sohada dadam aytgandek hech bo'lmasa kichkina sahnalarda bo'lsa ham turibman hozir. Va ana shu sohani faqat maktabda emas, butun O'zbekistonda nechta obunachim ko'rayotgan bo'lsa yoki nechta ko'ruvlar soni bo'layotgan bo'lsa, ana shuncha odam meni ko'ryapti degan bir o'zimda buni quvontirdi. Shunaqa. Tushunarli. Nima opa, o'qituvchilar o'zini farzandiga kelganda vaqti yetmaydi? Zo'r savol. Har qanday insonni qiynaydigan savol bu. Bo'zchi belboqqa yolchimabdi deydi-yu, o'qituvchi onang matematik bo'lib turib yoki onang biolog bo'lib turib sen mana shu onangni fanini bilmaysanmi, o'rgatadigan fanni deydigan ko'pchilikda nima bo'ladi-da, o'qituvchilar savol beradi o'qituvchini farzandiga. O'qituvchilar o'zi jonkuyar, vijdoni uyg'ongan, fidoyi insonlar bo'ladi. U 30 ta bolaga yoki atrofidagi hamma o'quvchilariga ta'lim tarbiya berayotgan paytda u ishonadi o'zini farzandiga ham qayerdadir boshqa vijdoni uyg'ongan o'qituvchi dars berayotganiga. Va mana shu qarshimdagi 30 ta o'quvchiga men to'g'ri, yaxshi vaqt o'tsinga emas, qo'ng'iroq cholinguncha nimanidir gapirib chiqib ketib olaman emas, vijdonan dars o'tsa agar, Xudo uni ham farzandini xuddi ana shu 30 ta o'quvchi o'tirgan vijdonli o'qituvchini qarshisida o'tkazib qo'yadi. Shunga ishonadi. Men shunday qilaman. Tushunarli. Oxirgi yillarda nima uchun o'qituvchilarga qo'l ko'tarilyapti? Bu og'riqli savol. Nima uchun o'qituvchilarga qo'l ko'tarilyapti? Ijtimoiy tarmoqlarda ham, televideniyada ham, boshqa joylarda o'qituvchiga ko'tarilayotgan qo'llarni juda ko'p ko'ramiz. Bu juda ham katta bir uzoqdan keladigan mavzuda, Abdulaziz. Bu uni psixologik holatidan kelib chiqib. Ya'ni o'qituvchida ham qandaydir bostirilgan tuyg'ular bor yoki uyda nimadir urushib kelgan eri bilan yoki oilasi bilan bor, bostirilgan zahrini o'quvchiga sochgan bo'lishi mumkin. O'quvchi ham qozonni qopqog'iga o'xshaydi-da, insonni mana shu bostirilgan tuyg'ulari. Ya'ni qayerdadir dimlanib oxirgi nima deydi, gaz yonib turgan paytda qaynab otilayotganda qopqoq qayerdadir otib yoradi. Ya'ni o'qituvchini podachasi noto'g'ri bo'lgan bo'lishi mumkin o'quvchiga nisbatan va u ana shu joyda to'planib turgan paytda bitta udarni o'qituvchi berib qo'ygan bo'lishi mumkin o'quvchiga. Ana shu paytda u portlab ketadi va o'qituvchiga qo'l ko'taradi. Ya'ni u yerda o'qituvchini ham, o'quvchida ham ayb yo'q. Ayb kimda? Ayb hech kimda. Faqat ularning psixologik holati shunday bo'ladi. Uning uchun biz ikkisini ham ayblamasdan, ikkisini ham tushunib, mana shu ularning psixologik holatini o'rganishimiz kerak. Hozircha menimcha hozirda o'quvchilar ko'proq yoshlar ko'proq stressga tushyapti va stressni chiqarish uchun o'zidagi yonidagi eng yaqin va eng ojiz odamga qo'l ko'taryapti. Shunda maktablarimizga psixolog kerakmi? Albatta, har bitta maktabda o'zi psixologlar bor, ular shug'ullanadi. Menimcha oiladagi ota-onani ham psixologik bilimlari bo'lishi kerak va bolaga
bolani mana shunaqa to'plab qozonni qopqog'iga otib yuborgunga qadar yetib bormasligimiz kerak va boyagi aytib o'tganimizdek ota-ona albatta farzandi bilan suhbat qilishi kerak, intellektual suhbatlar ko'proq bo'lishi kerak farzandlari bilan. farzand bilan. Shunday. Keyingi savolim farzandlariga ana palonchini o'g'li o'qidi, o'kinchini o'g'li o'qidi, sen mana yuribsan deydigan gaplar qanaqa bolani o'zgartira oladi? Xo'p, solishtirish. Solishtirish. Bu juda ham yaxshi bo'lmagan holat. Ya'ni bolani ana shu solishtirayotgan insonga dushman qilib qo'yadi. Ya'ni bola o'ziga nima to'g'ri, nima yaxshi, nima yomonligini bilmaydi, lekin xuddi shunday ota-ona ham ba'zida farzandga qaysi tarbiya to'g'ri, qaysinisi noto'g'riligini bilmaydi. Yana aytib o'tganimizdek, psixologik bilimlarga ega bo'lish kerak ko'proq ota-ona. Ya'ni mana shu bolani solishtirish eng katta xatosi ota-onani. Solishtirganda aynan haligi bu eshikka kirib bo'lmaydi, bu kalitni oldi, lekin bu eshikka kirmagin degandek, bolani ham qilmagin degan narsani qilgisi keladi, xuddi shuni singari qilgin degan narsani ham qilgisi kelmaydi-da. Ya'ni u bolani kimnidir o'rnak qilib ko'rsatayotganda, men shunday bo'lishim kerak ekan demaydi bola. Sizga o'sha yoqayaptimi? Demak, siz o'shanga boring degandek teskarisini ko'rsatadi bola doim. Teskari oynani ko'rsatadi va biz u solishtirish yo'li tarbiyasi juda ham xato tarbiya. Xo'p, farzandlariga matematikani o'rgatishda necha yoshidan boshlash kerak? Farzandiga matematikani o'rgatishda bolani qo'l harakatlari chiqishdan boshlash kerak. Bola o'zi aslida ota-onalar 2 qilib ko'rsatib qo'ying, 1 ko'rsating, 3 ko'rsating, nechiga kirdingiz deb boshlashadi. O'sha bola sizni tushunishdan boshlab uni matematikaga qiziqtirsa bo'ladi. O'sha jarayondan boshlab u bolani aynan ana shu qo'l harakat motorikalari boshlanganda qaysi uslubdan boshlasa bo'ladi shundan keyin? Hozirda bolalar uchun birinchi qo'l harakatlaridan, keyin Montessori degan ayolni bolani yoshligidan 1 yoshidan boshlab ilmga o'rgatish metodikalari bo'lgan. U ayol adashmasam nemis ayoli. Montessori o'zini material nima deydi, insonni tanasiga tekkanda yoqimli, terisiga tekkanda yoqimli o'zini his qiladigan, ushlab ko'rib bolani kinestik faoliyatini amalga oshiradigan bir matolardan tikilgan kitoblar yaratgan. Rangli matolardan, rasmlardan kitoblar yaratgan va uni bola ushlab ko'radi, nechtaligini sanaydi. Mana shu hayvonchalarni ko'zlari o'ynab qimirlatganda ko'zchalarini o'zgaradigan qilib tikilgan kitobchalar bor. Xuddi shundan foydalanadi. Mana shu bolani endi 6-7 oyligidan desak ham bo'ladi, bir narsani ushlab qo'l harakatlarini boshlagandan, adashmasam hozirgi bolalar 3 oydan boshlab tishlari chiqib, harakatlarni boshlagan bo'ladi. Shu yoshdan har qanday fanga, har qanday ilmga o'rgatishni boshlasak bo'ladi. Menimcha ajoyib suhbat bo'ldi deb o'ylayman, Zulayho opa. Tashrif uchun rahmat. Opa, salomat bo'ling. Kelasi ishlaringizga va olib borayotgan matematikani zamonaviy ko'rsatyapsiz. Bu ishlaringizga ham omad tilayman. Salomat bo'ling. Rahmat, sizga ham kattakon rahmat. Ishlaringiz rivojini bersin. Ancha gapda million prosmotrlar, million obunachilar bo'lsin. Yig'ishni xohlayman. Rahmat. Ancha gapga gap yo'q deb qo'ying oxirida. Salomat bo'lasiz. Rahmat. Maza qildim gaplashib. Rahmat. Bugun vay boshqa daraja. Anjan chagab. Ritmga tush. Eski anjan chagab.